oyna bo'lib chiqqan, oyna. Keramikani effektini ko'ramiz sizlar bilan. Nimaga ko'chaga qilib ko'rsataman, servisda yoki moykada emas. Sababi qora jentrasi bor akalar ko'proq uyda moyka qilishadi mana. Ularni BMW'si ham, Mercedes ham, Gelik ham o'shin birib, prosta jentrani mana shu qop-qora qilib keramik qilib yurishga qiziqishadi mana. Uyda mana shu slankacha bilan bitta yuvasizlar. Mo'shincha top-toza. Bunga biza karproni keramikalarni ishlatib berganmiz. Mana. So'g'maslik effektlari juda ham zo'r. Bemalol. Ko'rsatuvchi oyna bo'lib chiqqan, oyna. Mehnat padirovka xizmatlari keraksa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Mo'shinchalaringizni mana shu idealni qilib beramiz. Oldi kapotga men suv quymayman, sababi oldi kapot birovni plyonka bo'lgan. Luboy bitta qora mashina bor, tanishlaringizga jo'natib qo'yilib bu videoni, ayniqsa jentrachilarga narxlarni kelishtirib, sifatli polirovkalarni ishlatgan holatda, sifatli keramikalar bilan mana shunaqangi chiroyli effektcha qilib beramiz, garantiyalari bilan birga albatta. Soyada ham, quyoshda ham juda ham go'zal turadi mashinchalaringiz. Ishingiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yinglar. Faqat yana aytib o'tib ketaman, keramika qildirdim degan mashin umuman qirilmaydi, mashin urilsa saqlab qoladi degani emas. Prosta ma'lum bir darajada laklaringizda himoya qilib beradi, ammo qanday go'zal effekt bag'ishlaydi.